Ho'p, assalomu alaykum barcha kuzatuvchilarga. Asosiy fan olimpiadasini tuman bosqichi masalalari yechishni boshlaymiz. Mana bu savollar 2021-yil tuman bosqichida tushgan. Hop, 9-sinfdan yechishni boshlaymiz. Hop, birinchi misol kasr ekan. Birinchi misolni birinchi qavsini soddalashtirib olamiz. Demak, 928 10 ni minus ikkinchisini mahrajga tushirib yuborsak 10 ni kvadrati bo'lib tushadi. 10 ni kvadrati ko'paytirilgan 0,8 minus 0,6. Hop, birinchini o'zini soddalashtirib olamiz. Hop, 928 taqsim 80 bo'lyapti. Minus 6 taqsim 10. Ikkalasiga umumiy mahraj beradigan bo'lsak 80 dan beramiz. 928 minus 48 taqsim 80 bo'ladi. Hop, barobar 880 taqsim 80 bo'lyapti. Hop, nollar qisqaradi. 88 8 ga bo'lsak 11 chiqadi. Demak, birinchi qavsimizda 11 chiqar ekan. Endi ikkinchi qavsni soddalashtiramiz. Hop, ikkinchi qavsni suratini soddalashtiramiz. 42 ko'paytirilgan 3,5 taqsim 6. Hop, qo'shilgan 3,3 bo'lingan 0,03. Hop, 42 ko'paytirilgan, buni noto'rtkasiga aylantirsak 6/18 5 ni qo'shamiz 23 taqsim 6. Hop, qo'shilgan 33 taqsim 10. Hop, bo'lingan 3 taqsim 100 bo'ladi. Buni ko'paytirilgan 100 taqsim 3 qilib yozamiz. Minus 1 barobar 42 bilan 6 qisqaradi. 7 kere 23 qo'shilgan 0 qisqaradi. 110. Hop, minus 1 barobar 7 kere 23 161 bo'ladi. Hop, 161 qo'shilgan 110 minus 1 hop, barobar 160 ga 110 ni qo'shsak 270. Hop, demak, ikkinchi qavsning surati 270 chiqar ekan. Endi mahrajini soddalashtiramiz. 3,3 taqsim 4 bo'lingan 0,625. Hop, ayiramiz 0,84 bo'lingan 0,8. Hop, buni keyin 0,03 ga bo'lishimiz kerak. Hop, barobar mana bu 15 taqsim 4 bo'ladi. Ko'paytirilgan 1000 taqsim 625 qilamiz. Hop, ayrilgan 84 taqsim 100 ko'paytirilgan 10 taqsim 8. Hop, bo'lingan 0,03 turib tursin. Hop, bu yerda qisqartiradiganlarni qisqartiramiz. 4 bilan 1000 ni qisqartirsak hop 250 qoladi. 625 bilan 250 ni qisqartirsak 25 ga hop, bu yoqda 10 qoladi, bu yoqda 25 qoladi. Hop, endi bu yoqda 25, bu yoqda 15 dan 5 qisqartirsak 3 qoladi, 10 dan 2 qoladi. Demak, birinchisi 6 bo'lyapti. Minus hop, nollarni qisqartiramiz. 84 bilan 8 ni qisqartirsak 2, bu yoqda 21 taqsim 20. Mana bu bo'lishni ko'paytirish qilib yozamiz. Ko'paytirilgan 100 taqsim 3 barobar 6 minus 21 taqsim 20 bo'lyapti. 120 qilib olsak, 120 dan 21 dan ayiramiz 99 taqsim 20. Ko'paytirilgan 100 taqsim 3. Hop, 100 bilan 20 ni qisqartiramiz 5, bu yoqdan 33 barobar 165. Demak, mahrajimiz 165 chiqar ekan. Hop, endi bizda mana bu yerda ham bo'lish bor, ham minus 1 daraja turibdi. Bu bo'lish minus 1 daraja qilsak surat bilan mahraj almashadi, bo'lish qilsak yana almashadi. Demak, hech narsa o'zgarmaydi. Ko'paytirish qilib olsak,
Hop, shunda oxiri quyidagi narsaga kelyapti. 11 ko'paytirilgan. Hop, 270 taqsim 165. Hop, 11 bilan 165 qisqaradi. 270 taqsim 15. Hop, 3 ga qisqartirsak 90 taqsim 5 bo'lyapti. Bu esa 18 chiqadi. Demak, birinchisining javobi D ekan. Hop, ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masalada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 raqamlaridan foydalanib nechta 4 xonali son tuzish mumkin deb so'ralyapti. Hop, 4 xonali sonlarni, demak, raqamlar takrorlanmasligi kerak ekan. Har bir xonasiga, demak, birinchi xonasiga 5 xil son qo'ya olamiz. Ikkinchi xonasiga 4 xil son qo'ya olamiz. Uchinchi xonasiga 3 xil son va oxirgi xonasiga 2 xil son. Demak, jami kombinatsiyani topish uchun ularni ko'paytirishimiz kerak. Hop, 20 kira 6, demak 120 xil bo'ladi. B javob. Hop, uchinchi misol. Baliq og'irliklari 14, 12, 11, 8, 15 kabi nisbatda bo'lgan 5 bo'lakka bo'lindi. Ikkinchi bo'lakning og'irligi 1,2 kg bo'lsa, butun baliqning og'irligi qancha? Hop, demak, mana bu 5 ta bo'lakning og'irliklarini mos ravishda 14x, 12x, 11x, 8x va 15x deb olamiz. Hop, demak 12x imiz barobar 1,12 ekan. Hop, bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, hop, bu ham barobar 112 taqsim 100. Hop, mana bu 56 taqsim 50 yoki 28 taqsim 25. Hop, x barobar 12 bilan 28 qisqarsa 7 taqsim 75 bo'lyapti. Hop, demak, jami og'irligi, hop, mana bu hammasini qo'shishimiz kerak. 14x plus 12x plus 11x plus 8x plus 15x. Hop, barobar 12x ga 8x qo'shsak 20x, 11 ga 15 qo'shsak 26, keyin bunga 14 qo'shsak 30, demak jami 50x bo'lyapti. Demak, x 7 taqsim 75 edi, 50 ko'paytirilgan 7 taqsim 75 ekan. Demak, 75 bilan 50 dan qisqartiramiz. Hop, mana bu yerda 50 emas, demak 60 chiqish kerak ekan. Hop, demak 60x 60 ko'paytirilgan. Hop, 7 taqsim 75. Hop, 3 ga qisqartirsak 20, 25 bo'ladi. Hop, 5 ga qisqartirsak 28 taqsim 5 bo'lyapti. Demak, 5,5 dan 3. Demak, 5,6 kg va javobimiz D ekan. Hop, 4-chi misolimiz. Tenglamani yeching. 0,001 ko'paytirilgan x, hop, qo'shilgan 2 bo'lingan 0,3 ko'paytirilgan 0,01. Hop, barobar mana bu minusni bu yoqqa plyusga o'tkazib olamiz va qo'shamiz. 11,2 ga 22,2 ni qo'shsak 33,4 bo'ladi. Hop, keyin mana bu 0,01 ni bu yoqqa 1 taqsim 100 qilib yozib olamiz va 100 ni o'ng tomonga ko'paytiramiz. Hop, shunda 0,001 x qo'shilgan 2 bo'lingan 0,3 barobar 3340 bo'lyapti. Hop, demak 0,001 x qo'shilgan 2. Hop, mana bo'lishni 3 taqsim ko'paytirish qilib yozib 3 taqsim 10, demak 10 taqsim 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Barobar 3340. Hop, nollarni qisqartiramiz. Hop, demak mana buni 0,001 x ni x taqsim 1000 qilib yozib olamiz. Hop, qo'shilgan 2 barobar
334 ni 3 ga ko'paytiramiz. Xo'p, demak 12 bir dilda 1002 bo'ladi. Demak x barobar 10 darajasida 1000 ga 1000 ko'paytirishimiz kerak. Bu degani 1 million chiqishi kerak. Demak 4-misolning javobi D ekan. Hop, 5-misolga o'tamiz. A punktidan B punktiga qarab yuk poyezdi yo'lga chiqdi. Oradan 3 soat o'tgandan keyin, hop, demak mana A punktidan B punktiga qarab 3 soat o'tgandan keyin uning oldidan tezligi yuk poyezdi tezligidan 40 km/soat ortiq bo'lgan yo'lovchi poyezd yo'lga chiqdi. Hop, deylik mana bu yerga kelgan bo'lsin yuk poyezdi. Hop, yuk poyezdining tezligi x bo'lsin. Yo'lovchi poyezdining tezligi demak x plus 40 bo'lishi kerak. Endi yuk poyezdi 3 soatda mana bu 3x masofani bosib o'tadi. Demak, mana bu 3x masofa bosib o'tgandan keyin A nuqtadan yo'lovchi poyezd yo'lga chiqqan. Hop, yuk poyezd yo'lga chiqqanida 15 soat o'tib. Hop, bu degani yuk poyezdi 15 soatda 15x masofani bosib o'tadi. Hop, yo'lovchi poyezd 3 soat kech chiqqani uchun 12 soat yurgan va buni bosib o'tgan masofasi 12 kere x plus 40 bo'ladi. Endi yo'lovchi poyezd yuk poyezddan 300 km oldin ekani ma'lum bo'ldi. Demak, bu ikkalasining yo'llarining farqi 300 bo'lishi kerak. Ya'ni 12 ko'paytirilgan x plus 40 minus 15x teng 300. Hop, yuk poyezdining tezligini toping deyapti. Demak, x ni topishimiz kerak mana shu tenglamadan. Hop, 12 ko'paytirilgan 40 minus 3x teng 300 bo'lyapti. Hop, demak mana bu 480 minus 300 barobar 3x. Hop, demak 180 teng 3x, bu yerdan x teng 60 chiqadi. Hop, demak 5-misolning javobi A ekan. Hop, 6-misolga o'tamiz. Demak 6x, hop, mana bu mahrajini bu tomonga ko'paytirishga o'tkazamiz. Hop, demak 6x kvadrat minus 4xy plus 2y kvadrat teng, hop, 2x kvadrat plus y kvadrat ekan. Hop, endi o'ng tomondagilarni chap tomonga o'tkazsak 4x kvadrat minus 4xy plus y kvadrat teng 0 ekanligi kelib chiqadi. Bu esa 2x minus y ning kvadrati teng 0. Endi bu yerda mana bu biror sonning kvadrati 0 ga teng bo'lishi uchun o'sha sonning o'zi 0 bo'lishi kerak. Demak 2xy teng 0, demak y barobar 2x ekan. Hop, bizdan so'ralgan narsa x plus y taqsim y minus x. Hop, x plus y ni o'rniga 2x qo'yamiz. Demak x plus 2x taqsim 2x minus x. Hop, demak buni javob 3 chiqar ekan. A javob. Hop, keyingi misol tenglamaning ildizlari yig'indisini toping. Hop, x plus 1 ko'paytirilgan ildizosida x kvadrat plus x minus 2 barobar 2 ko'paytirilgan x plus 1 qilib yozib olamiz. Hop, endi minus 1 qo'ysak, mana buni ham 0 ga aylantiryapti. Endi buni aniqlanish sohasiga kiradimi yo'qmi tekshirib ko'rishimiz kerak. X teng minus 1. Hop, bu ildizni ildiz ostiga olib kelib qo'ysak, ildiz osti 1 minus 1 minus 2 bo'lib qolyapti. Demak, bu aniqlanish sohasiga kirmaydi. Demak, bu yechim bo'la olmaydi. Hop, demak x plus 1imiz 0 bo'la olmaydi. Demak, ikkita tomondan qisqartirsak bo'ladi. Hop, tenglamamiz quyidagi ko'rinishga keldi. X kvadrat plus x minus 2 ildiz ostida teng 2 ga. Buni kvadratga oshirsak bo'ladi. Kvadratga oshirsak x kvadrat plus x minus 2 teng 4. X kvadrat plus x minus 6 barobar 0. Hop, buni ko'paytiruvchilarga ajratsak x plus 3 ko'paytirilgan x minus 2 teng 0. Hop, bu yerdan x barobar minus 3 va x barobar 2 degan yechimlar kelib chiqadi. Hop, bizdan ildizlar yig'indisi so'ralgan. Demak, minus 3 ga minus 2 ni qo'shsak minus 1 chiqadi. Demak, javobimiz A javob. Hop, demak 8-misolga o'tamiz.
8-chi misolda 6 xonali son 72 ga bo'linsa a plus bni toping deyapti. Demak 12a 86b. Xo'p, 72 ga bo'linishi uchun 9 bilan 8 ga bo'linishi kerak. Xo'p, demak 8 ga bo'linishi uchun mana bu oxirgi 3 ta raqami 8 ga bo'linishi kerak. Demak 860b degan ifodamiz 8 ga bo'linishi kerak. Xo'p, bu narsani 800 plus 6b qilib yozib olsak, bu 8 ga bo'linishi kerak bo'ladi. Demak 800 aniq 8 ga bo'linadi. Demak 6b imiz 8 ga bo'linishi kerak bo'lyapti. Demak 60 faqat bizda 6 bilan boshlanadigan ikki xonali son 64 8 ga bo'linadi. Shuning uchun b barobar 4 bo'lishga majbur bu yerda. Xo'p, endi raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Bu son raqamlar yig'indisini topamiz. 1 plus 2 plus a plus xo'p 8 plus 6 plus b ni o'rniga 4 qo'yamiz barobar. Xo'p, mana bu yerdan 18 chiqadi bu yoqda. Demak 21 plus a. Xo'p, demak bu 9 ga bo'linishi kerak. 21 dan katta 9 ga bo'linadigan son 27. Demak a barobar 8 bo'lishga majbur. Xo'p, bizdan a plus b so'ralgan. Demak 12 chiqadi a javob. Xo'p, mana bu yerda 27 bo'lishi uchun demak xo'p, a teng 6 bo'lishi kerak ekan. Bu degani 6 bilan 10 javobimiz yig'indisi chiqishi kerak. Xo'p, keyingi misol 9-misol. Ikkinchi raqam birinchi raqamdan katta bo'lgan nechta ikki xonali natural son mavjud? Xo'p, demak ikki xonali sonni x, y deb olsak, ikkinchi raqami birinchi raqamidan katta. Demak y katta x bo'lishi kerak ekan. Xo'p, demak x ga 1 bo'ladigan bo'lsa, y'larimiz xo'p 2 dan 9 gacha bo'la oladi. X 2 bo'ladigan bo'lsa, y'larimiz 3 dan 9 gacha bo'la oladi. Va hokazo x teng 8 bo'ladigan bo'lsa, y teng faqatgina 9 bo'la oladi. Xo'p, demak jami kombinatsiyalar bu yoqda 8 ta, 7 ta va hokazo bitta bo'ladi. Xo'p, 1 dan 8 gacha sonlarni qo'shishimiz kerak. Xo'p, bu 8 ni qo'shsak barobar 8 kere 9 taqsim 2. Xo'p, demak 36 chiqar ekan. C javob. Xo'p, 10-misolga o'tamiz. Massasi 228 gram tuzli aralashma tarkibida 88,2% tuz bor. Xo'p, demak 88,2% suv bo'lsa, qolgani tuz bo'ladi. Qolgan foizni topishimiz uchun 100 dan 88,2 ni ayiramiz. Xo'p, demak 11,8% tuz bor ekan. Endi mana shu tuz bizda xo'p, aralashma tarkibida 81% suv bo'lishi uchun qancha suvni bug'lantirish kerak? Xo'p, demak suvni kamaytirishimiz kerak ekan va mana bu tuzni foizi bizda demak 19% bo'lib qolishi kerak ekan. Xo'p, birinchi demak suvni qancha suv borligini topamiz. 228 ni ko'paytiramiz. Xo'p, 882 taqsim 1000 ga. Xo'p, demak mana shuncha miqdorda bizda suv bor edi. Xo'p, endi mana shundan demak mana shu miqdordan qanchadan olib tashlaymiz? Xo'p, x bug'lantirildi deymiz. Demak umumiy massadan ham x gram kamaydi. Bu degani 228 dan ham x gramni olib tashladik va qolgan demak mana bu suvning miqdori 81% bo'lishi kerak. Demak bu barobar 81 taqsim 100 bo'lishi kerak. Xo'p, endi bu tenglamandan x ni topamiz. O'sha bizga javob bo'ladi. Xo'p, 100 ni bu tomonga ko'paytirib yuboramiz. 228 ko'paytirilgan 882 taqsim 10 bo'ladi minus. Xo'p, 100x barobar 81 ko'paytirilgan 228 minus 81x. Xo'p, 100x ni o'ng tomonga o'tkazsak, o'ng tomonda 19x bo'ladi barobar. Mana buni chap tomonga o'tkazamiz va umuman 228 ni qavsdan tashqariga olib chiqamiz. 228 ko'paytirilgan
Hop 882 taqsim 10 minus 81 bo'ladi. Hop umumiy makhraj bersak 882 minus 810 bo'lyapti. Demak bu 228 ko'paytirilgan 72 taqsim 10. Hop tenglam ikkita tomonidan 228 ni 19 ga bo'lsak x barobar hop 12 ko'paytirilgan 72 taqsim 10 chiqadi. Hop buni hisoblasak 86,4 chiqadi. Hop demak javobimiz B javob ekan. Hop keyingi misolga o'tamiz. 11-misolga. Hop 11-misolda mana bu ifoda demak tenglikning chap tomonida 11 faktorial turibdi. Bu degani bizda mana 10 qatnashyapti va 2 va 5 qatnashgani uchun ikkita 0 bilan tugash kerak. Bu degani y vaziyatlar 0 bo'lish kerak degani. Chunki mana bu 11 faktorialimiz oxiri ikkita 0 bilan tugaydi. Chunki 2 bilan 5 bor, yana 10 bor. Hop y bilan z 0ligini topdik. Endi x ni topishimiz kerak. Hop 11 faktorialni ichida 9 qatnashgani uchun bu 9 ga bo'linishi kerak. Demak, o'ng tomonda turgan sonimiz ham 9 ga bo'linishi kerak. Demak, raqamlar yig'indisini topamiz. 3 plus 9 plus 9 plus x plus 6 plus 8 hop barobar hop demak 27 ga 8 ni qo'shsak 35 plus x bo'lyapti. Hop 35 dan katta 9 ga bo'linadigan son. Hop demak mana bu ifodamiz 9 ga bo'linishi kerak. Bu yerdan x teng 4 ekanligini topamiz. Hop bizdan 4x plus 2 hop 3y plus 2z ni so'ralyapti. Mana bu ikkalasi 0 bo'ladi. 4x deganimiz demak 16 chiqadi. Hop mana bu yerda 36 bo'lish kerak. Demak x'imiz 1 bo'lish kerak edi. Hop shunda javobimiz hop demak x teng 1 va 4x deganimiz 4 chiqadi. Demak A javob bo'lish kerak. Hop 12-savol. To'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchaklaridan chiquvchi medianalar 156 va 89 ga teng. Teng bo'lsa uchburchak gipotenuzasini toping. Hop 12-masala. To'g'ri burchakli uchburchak berilgan va medianalar tushirilgan. Hop bunga bu teng va bunga bu teng. Hop. Mana bu tomonlarni x, y deb olsak, hop bizdan gipotenuza so'ralyapti. Hop demak c barobar 4x kvadrat plus 4y kvadrat bo'ladi. Hop boshqa tomonda mana bu ikkita mediana berilgan. Bizga MA va MB. Hop demak MA ni topadigan bo'lsak, MA ni kvadrati Pifagorga ko'ra x kvadrat plus 4y kvadrat. Hop MB kvadrat deganimiz bu y kvadrat plus 4x kvadrat. Ikkalasini qo'shib yuborsak, hop demak MA kvadrat plus MB kvadrat barobar 5x kvadrat plus y kvadrat. Hop MA kvadrat plus MB kvadrat deganimiz 156 plus 89. Mana shu 5x kvadrat plus y kvadrat ekan. Hop demak c kvadrat deganimiz mana bu ikkalasini qo'shamiz. Hop 15 berildi. 13 14 demak 245 bo'lyapti. 245 taqsim 5 ko'paytirilgan 4 bo'ladi. Hop 245 ni 5 ga bo'lsak hop 49 kare 4 bo'lyapti bu. Demak c'imiz 7 kare 4 7 kare 2 Yuzdan chiqarsak 7 kare 2 bo'ladi. Demak 14 ga teng. Hop C javob. Hop 13-misolga o'tamiz. Ildiz x plus 3 katta x minus 3 dan. Hop tenglikni
o'ng tomoni manfiy son bo'ladigan bo'lsa, bizda har doim to'g'ri bo'ladi. Faqat aniqlanish sohasiga e'tibor berishimiz kerak. Hop x + 3 katta yoki teng 0. Hop demak x kichik yoki teng 3, x katta yoki teng -3. Hop demak mana bu yechimlarni hammasi kiradi. Demak bu holatda o'ng tomoni manfiy bo'ladi, demak chap tomoni musbat. Hop demak -3 dan 3 gacha yechim topdik. Endi o'ng tomonini musbat deb ishlaymiz. X - 3 katta yoki teng 0 bo'lsa, tenglikning ikkita tomoni musbat bo'ladi va buni kvadratga oshirishimiz mumkin. Hop demak x + 3 katta bo'ladi. X kvadrat - 6x + 9 dan. Hop demak x kvadrat - 7x + 6 miz 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Bu x - 1 dan x - 6 gacha kichkina 0 deyapti. Hop demak bu yerda yechimimiz 1 dan 6 gacha chiqadi. Hop demak 6 kirmaydi bizga, 5 gacha bo'lishi kerak butun yechimlari. Hop -3 dan demak -3 dan -2 -1 + 0 + 1 + Hop mana shular butun yechimlari bo'ladi. Mana bular qisqarib ketsa, demak javobimiz 9 ekan. Hop demak 14-misol y barobar to'g'ri chiziqlar va absissa o'qini chegaralangan uchburchak yuzini toping. Hop y barobar -3x - 10 va y barobar hop x taqsim 2 - 3. Hop buni grafikini chizadigan bo'lsak, taxminan quyidagicha bo'ladi. Mana bu x o'qi, bu y o'qi bo'lsa, hop x taqsim 2 - 3 ni grafigi mana hop 0 qo'ysak -3 dan o'tadi. X ga 2 qo'ysak -1, demak mana bu yerda 6 da 0 ga aylanadi bu. Hop bu x taqsim 2 - 3 ni grafigi, endi -3x - 10 ni grafigi, x ga 0 qo'ysak, hop mana bu -10 dan o'tadi. Va y ga 0 qo'ysak, bu -3 taxminan -10 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerlarda bo'ladi. Hop ikkalasining kesh nuqtasini topishimiz kerak. Birinchi kesh nuqtasi koordinatasini ikkita tenglamani tenglab yuborsak, hop x taqsim 2 - 3 bir tomonga o'tkazamiz. 7x taqsim 2 barobar hop -7 bo'lyapti. X barobar -2 nuqtada kelishar ekan. Hop y ni topsak, mana bu yerga olib kelib qo'yib, hop -4. Demak -2 -4 nuqtada kelishadi. Va mana bu kesishgan nuqtasini y ga -4 bo'ladi. Bu degani mana bu balandlik. Hop bizga balandlik bilan asos kerak. Hop balandligi 4 ekan. Endi asosining uzunligi mana bu tomon 6, bu yoq 10 taqsim 3. Hop ikkalasining yig'indisi 28 taqsim 3. Hop yuzasini topishimiz uchun 28 taqsim 3 ni 4 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Hop 2 bilan 4 qisqaradi, demak 56 taqsim 3 chiqyapti. Hop 54 bo'ladigan bo'lsa, 18,2 taqsim 3 chiqar ekan yuzasi. Hop demak 14-misolimiz B javob. Endi 15-misol. Hop buni grafik usulda ishlash osonroq. Masalan, birinchisini grafikini chizadigan bo'lsak, y barobar birinchi tenglamaniki 1 minus x plus 1 bo'ladi. Ikkinchisiniki hop y minus x plus teng 5 degani y minus x imiz mana bu yerda plus minus 5 bo'lib ochilishi mumkin. Demak y barobar x plus minus 5 bo'ladi. Hop endi y barobar 1 minus modulda x plus 1 ni grafikini chizadigan bo'lsak, hop bu quyidagicha bo'ladi. Hop demak bizda mana bu -1 nuqtada mana modulimiz
o'zgaradi. Ya'ni minus bilan kichkina bo'lsa boshqacha, minus bilan katta bo'lsa boshqacha ochiladi. Xo'p, demak minus 1 nuqta bu funksiyamiz y teng 1 qiymatini qabul qilyapti. Va bu eng katta qiymati bo'ladi, chunki mana bu modul musbat son, birdan qanaqadir musbat sonni ayirishimiz kerak. Xo'p, x ga 0 qo'yadigan bo'lsak, bu 0 dan o'tadi. Minus 1 qo'yadigan bo'lsak, xo'p, mana bu minus 1 edi. Xo'p, minus 2 qo'yadigan bo'lsak ham 0 bo'ladi. Umuman olganda bu xo'p, minus 1 dan katta qismi mana bunaqasiga ketadi. Minus 1 dan kichkina qismi xuddi shunga simmetrik ravishda quyidagicha ketadi. Xo'p, endi y teng x plus minus 5 deganimiz ikkalasini ham burchak koeffitsentlari teng bo'lyapti. Xo'p, shunda mana bu birinchi tenglamamiz x minus 1 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, x plus 2 ko'rinishda bo'ladi. Agar minus 1 dan katta bo'ladigan bo'lsa, xo'p, minus x ko'rinishda bo'ladi. Endi bu grafik bilan ikkinchi tenglamamizdagi x plus 5 ni grafikini chizadigan bo'lsak, bu 0 ni qo'ysak 5 dan o'tadi va minus 5 dan 0 ga aylanadi. Ya'ni bu parallel ravishda o'tyapti va bu x plus 5 chizig'imiz, y barobar x plus 5 chizig'imiz birinchi tenglama bilan birinchi funksiyaning grafiki bilan umuman kelishmaydi, chunki parallel ravishda ketyapti. Demak, faqat y teng x minus 5 imizni ko'ramiz. X minus 5 imiz xuddi shunga parallel ravishda, bu ham faqat pastroqdan o'tadi. Xo'p, demak, bu mana bu qismi bilan bu parallel bo'lyapti. Bu qismi bilan kesishmaydi, faqat mana bu joyda keshishi mumkin. Bu degani bu qismimiz y barobar minus x ning grafigi edi. Minus y teng minus x bilan x minus 5 ni kesish nuqtalarini topamiz. Xo'p, demak, x minus 5 ni minus x ga tenglaymiz. Bu yerdan x barobar xo'p 5 taqsim 2 chiqadi. Y-imiz esa minus 5 taqsim 2. Xo'p, bizdan 3x plus y so'ralgan. 3x plus y deganimiz xo'p, x bilan y ishorasi teskari bo'lgani uchun bitta x bilan y qisqarib ketadi va 2x bo'ladi bu. 5 taqsim 2 ni 2 ga ko'paytirsak javob 5 chiqadi. Xo'p, demak 15-savolning javobi A ekan. Xo'p, 16-savolga qaraymiz. Bir oyda 5 ta payshanba bo'lsa, shu oyda nechta nima bo'la olmaydi? Xo'p, 5 ta payshanba bo'lishi uchun qaysi sanalarga to'g'ri kelishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, oyni o'zini 31 kunlik, maksimal 31 kunlik deb hisoblaymiz. Xo'p, demak, agar birinchi kuni payshanba bo'ladigan bo'lsa, undan keyin 8-kuni, 15-kuni, 22-kuni va 29-kunlar payshanba bo'ladi. Xo'p, demak, oyning ikkinchi kuni payshanba bo'lsa, demak, oxirgisi 30-sanaga to'g'ri keladi yoki 3-kuni payshanba bo'ladigan bo'lsa, demak, 31 ga to'g'ri kelishi kerak. Demak, oyning 1, 2, 3-sanalari payshanba bo'la oladi, qolganlari to'g'ri kelmaydi, chunki 4 ta bo'lishga majbur bo'lib qoladi. Xo'p, endi agar birinchisi payshanba bo'ladigan bo'lsa, demak, ikkinchi sanasi bu payshanba bo'lsa, xo'p, ikkinchi sanasi juma bo'ladi va 5 ta juma bo'lishi mumkin. Uchinchi sanasi shanba bo'ladi va 5 ta shanba ham bo'lishi mumkin. Demak, C va D javoblarimiz chiqib ketadi. Endi agar uchinchi sanamiz payshanba bo'ladigan bo'lsa, demak, birinchi sanamiz seshanbaga to'g'ri keladi va birinchi sana seshanba bo'lgani uchun 31 kunlik oy bo'ladigan bo'lsa, demak, 5 ta seshanba ham bo'la oladi. Demak, 5 ta seshanba ham variant chiqib ketadi. Demak, 5 ta yakshanba bo'la olmaydi. Javob. Bu 17-misolga o'tamiz. A, B, S teng yonlovchi burchak, A S bilan B S teng ekan. Xo'p, AH balandlik va BD kesma tushirilgan. Xo'p, BD bilan AH ni kesishgan nuqtasi K va AD teng AK deyapti. Xo'p, AD teng AK bo'lgani uchun mana bu burchaklarni, xo'p, DB burchakni topishimiz kerak. Mana bu burchaklarni alfa deb belgilab olamiz. Xo'p, bu holda mana bu ADK uchburchakda mana bu burchak 180 minus 2 alfa bo'ladi. Xo'p, endi mana ASH uchburchakka qarasak, mana bu S bilan SAH burchagimiz yig'indisi 90 bo'lishi kerak, chunki AH balandlik. Demak, S burchakni topadigan bo'lsak, bizda 2 beta minus 90 bo'lishi kerak. 2 alfa minus 90.
Xo'p, endi xo'p, A burchakka B burchagimiz teng. Xo'p, A burchakni qandaydir mana bu burchakni beta desak, 2 beta plus 2 alfa minus 90 gradusimiz yig'indisi A bo'lsa, uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Xo'p, bu yerdan betani topadigan bo'lsak, xo'p, 135 minus alfa bo'lyapti. Demak, mana bu burchagimiz 135 minus alfa ekan. Xo'p, mana bu 135 minus alfa. Xo'p, endi mana bu yerimiz ham alfa bo'ladi, vertikal burchaklar. Bu yer 90 bo'lgani uchun bu yerimiz 90 minus alfa. D, B, H burchagimiz. Endi mana A, B, C burchagimiz 135 minus alfa edi. Demak, D, B, A burchakni topishimiz uchun A, B, C burchakdan 135 minus alfadan ayiramiz. D, B, C burchagini 90 minus alfani. Xo'p, demak bu 45 chiqadi. Xo'p, demak D, B, A burchagimiz 45 gradus ekan. Bu degani C javob. Xo'p, 18-misol. Xo'p, mana bu nisbatlarni yozib olamiz. A, B ni B, C ga nisbati. Xo'p, B'lar qisqarib ketadi. A taqsim C bo'ladi. Bu esa 2 taqsim 3 ga teng. Xuddi shunday C dan D ga nisbati bizga C taqsim Y ni beradi. Bu 4 taqsim 5 ga teng. Xo'p, A taqsim C bilan C taqsim Y ni ko'paytirsak, A taqsim Y barobar 8 taqsim 15 bo'ladi. Demak, Y taqsim A deganimiz 15 taqsim 8 bo'lar ekan. A javob. Xo'p, 19-misolga o'tamiz. Demak, xo'p, x plus y plus z teng 0 bo'lsa, mana bu ifodani qiymatini so'rayapti. Xo'p, dastlab x kvadrat mana bu ikkalasini hisoblab olamiz. X kvadrat taqsim yz plus xo'p, y kvadrat taqsim xz plus z kvadratni o'rniga birinchi mana berilgan tenglamadan z barobar minus x minus y bo'ladi. Shuni olib kelib qo'yamiz. Demak, bu x plus y ni kvadrati taqsim xo'p, xy bo'ladi. Endi mana bu ikkalasiga umumiy makhraj xo'p, umumiy makhraj beramiz va z ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. 1 taqsim z ko'paytirilgan xo'p, x ning kubi plus y ning kubi taqsim xy bo'ladi. Xo'p, qo'shilgan mana bu esa xy dan x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat. Xo'p, demak mana bu x plus kublar yig'indisi formulasiga qo'yamiz. Demak, birinchi qavsi z bilan qisqarib ketadi, chunki z deganimiz minus x plus y edi. Xo'p, shunda mana bu yerda birinchi ifodamizdan z bilan mana bu x plus y, buni x plus y ko'paytirilgan x kvadrat minus x y plus y kvadrat deb olsak, z bilan bu qisqaradi va oldida minus qoladi. Minusni ta'sir qildirsak, minus x kvadrat plus xy minus y kvadrat bo'ladi birinchisi. Ikkinchisi esa x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat taqsim xy. Xo'p, demak mana bular x kvadratga qisqaradi, y kvadratga qisqaradi. Demak, 3xy taqsim xy bo'lar ekan. Bu bo'lsa 3 ga teng. Xo'p, demak 19 A javob chiqadi. Xo'p, 20-misol. A, B natural sonlar uchun soni 11 ga. Xo'p, 3A plus 11 ga bo'lsa, quyidagi qaysi sonlardan qaysi biri 11 ga qoldiqsiz bo'linmasligi mumkin? Xo'p, A javobni ko'ramiz. 14A plus 13B deyilyapti. Bu ham barobar. Xo'p, mana bu 3A plus 2B ni ajratib olishimiz kerak. Demak, 3A plus 2B plus 11A plus 11B bo'ladi. Xo'p, mana bu shartga ko'ra 11 ga bo'linadi va bular ham 11 ga karrali bo'lgani uchun 11 ga bo'linadi. Demak, A javobdagi ifodamiz aniq 11 ga bo'linadi. Endi B javobdagi ifodani ko'rsak, bu 8 ni ko'paytirib yuboramiz qavsning ichiga. Shunda 80A plus 24B bo'lyapti.
Hop, bu yerdan ham 3a plus 2b ni ajratib olsak, qo'shilgan 77a plus 22b bo'lyapti. Hop, mana bu narsamiz umrga bo'linadi shartga ko'ra va bular ham umrga karrali bo'lgani uchun 77 bilan 22 ifodamiz ham aniq umrga bo'linadi. Endi C javobini ko'ramiz. 47a plus 34b. Bu yerdan ham 3a plus 2b ni olamiz. Plus 44a plus 32b bo'ladi. Bu yerda hozircha noma'lum, chunki mana bu ifodamiz umrga bo'linadi, bu bo'linadi va 32b esa bo'linmay qolishligi ham mumkin. Demak, bu umrga bo'linmaydi. Endi D javobni ham ko'radigan bo'lsak, 58a plus 90b barobar 3a plus 2b ni olib chiqamiz. Bu yerdan ham 3a plus 2b plus 55a plus 88b. Xo'p, mana bu umrga bo'linadi. Shartga ko'ra 55 umrga bo'linadi, 88 ham umrga bo'linadi. Demak, bu ifodamiz ham aniq umrga bo'linar ekan. Demak, bizda C javob umrga bo'linmay qolishligi mumkin. Xo'p, 21-misolga o'tamiz. 4 xonali son yoqimli deyiladi. Agar sonning o'zi 25 ga bo'linsa, uning raqamlari yig'indisi 25 ga bo'linsa va uning raqamlar ko'paytmasi 25 ga bo'linsa, barcha yoqimli sonlarning yig'indisini toping. Xo'p, yoqimli degan, xo'p, demak x, y, z, t deb olsak bu sonimizni, xo'p, buni o'zi 25 ga bo'linishi uchun oxirgi ikkita raqamlari mana bu z t deganimiz, xo'p, 0 bo'lish kerak yoki 25 bo'lish kerak yoki 75 bo'lish kerak. Xo'p, yoki 50 bo'lish kerak. Xo'p, bizda shartga ko'ra raqamlar yig'indisi ham 25 ga bo'linishi kerak. Demak, x plus y plus z plus t imiz 25 ga bo'linishi kerak. Xo'p, bu degani mana bu raqamlar bu x, y, z raqamlar bo'lgani uchun bularning yig'indisi eng ko'pi bilan, xo'p, har biri 9 bo'lgan taqdirda ham 36 bo'laveradi. Ya'ni 50 dan oshib ketmaydi, 50 ga yetib bora olmaydi. Aniq 75. Ya'ni bu 25 ga karrali bo'lishi uchun bu aniq 25 ga teng bo'lishi kerak. Boshqa holati yo'q. Chunki 25 dan katta 25 ga karrali son 50-75 bo'la olmaydi. Xo'p, demak, endi 25 agar z imiz ikkalasi ham mana bu 0 bo'ladigan bo'lsa, demak x plus y imiz 25 bo'lishga to'g'ri kelib qoladi. Bu esa ikkita raqamning yig'indisi 25 bo'lmaydi. Bu yerdan bo'sh to'plam chiqadi. Xo'p, demak, mana bu 0 yechimimiz chiqib ketadi. Endi agar z imiz 50 bo'ladigan bo'lsa, bu holda x plus y imiz bizda 20 chiqadi. Bu yerda ham ikkita raqamning yig'indisi 20 bo'la olmaydi. Bu yerda ham bo'sh to'plam chiqadi. Demak, bizda 25 yoki 75 variantlari qoldi. Agar 25 bo'ladigan bo'lsa, z imiz u holda x plus y imiz teng 18 bo'ladi. Bu yerdan ikkalasi ham 9 bo'lish kelib chiqadi. Demak, sonimiz quyidagicha bo'lishi kerak: 9925. Lekin shartga ko'ra raqamlar ko'paytmasi ham 25 ga bo'linishi kerak. Bu degani 9 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 5 bu ham 25 ga bo'linishi kerak. Lekin bu 25 ga bo'linmaydi. Demak, bu ham xato bizda. Xo'p, demak, bu variant ham chiqib ketdi. Demak, oxiri 25 ham bo'la olmaydi. Bu ham bo'la olmaydi, 50 ham bo'la olmaydi. Demak, 75 bo'lish kerak z imiz. Xo'p, z imiz demak 75. Bu yerdan esa x plus y imiz xo'p barobar 13 chiqadi. Endi bu x, y, z ko'paytmamiz ham x, y va 7 kara 5 25 ga bo'linishi kerak. Bu degani x yoki y dan birortasi 5 bo'lishga majbur. Aks holda bu ko'paytmamiz 25 ga bo'linmaydi. Endi x teng 5 bo'ladigan bo'lsa, y teng 8 chiqadi. Demak, 5 bilan 8 yoki 8 bilan 5. Xo'p, demak, ikkita javobimiz chiqdi. 5875 bo'lishi mumkin yoki 8575. Xo'p, bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, javobimiz 14000 xo'p 450 chiqadi. Xo'p, 22-misolga o'tamiz. X, y, z to'p sonlari uchun tenglik o'rinli bo'lsa, demak x, y, z barobar 5 ko'paytirilgan x plus y plus z. Xo'p, mana bu x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadratni so'rayapti. Xo'p, chap tomonda faqat to'p sonlar bo'lgani uchun o'ng tomonda ham to'p sonlar ko'paytmasi bo'lishi kerak. Bu yerda 5 qatnashgani uchun x, y, z dan birortasi 5 bo'lishga majbur.
Hop, bizda mana bu yig'inni so'rayapti. Demak, qaysi birini 5 deb olishimizni farqi yo'q. Z teng 5 deb oladigan bo'lsak, hop, demak x y barobar hop x plus y plus 5 teng 2 ga boramiz. Hop, x plus y ni chap tomonga olib o'tamiz va 1 ni qo'shib yuboramiz. Hop, shunda x y minus y hop plus 1 teng 6 bo'ladi. Degani buni ko'paytiruvchilarga ajratsak x minus 1 y minus 1 ga ajraladi. Endi mana bu ko'paytmalarimizdan bittasi 2 ga, bittasi 3 ga teng bo'lishi mumkin. Yoki 1 va 6 ga teng bo'lishi mumkin. Hop, agar birortasi 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, masalan x plus 1 teng 3 desak, x teng 4 chiqib qoladi, lekin x teng butun tub son edi. Hop, demak bu yerdan yechim chiqmayapti. Demak 2 bilan 3 bo'la olmaydi. 1 bilan 6 bo'lishga majbur. Hop, demak x minus 1 teng 1, y minus 1 teng 6 deb oladigan bo'lsak, x teng 2 chiqadi, y teng 7 chiqadi. Hop, endi bu sonlar kvadratlar yig'indisini so'ralyapti. 25 plus 4 plus 49. Hop, demak javobi buni 78 chiqadi. Hop, keyingi misol. Hop, bu misolimiz juda ham mashhur misollardan, testlarda juda ham ko'p uchragan. Abituriyent testlarida ham ba'zi uchrab turadi. Buni sinuslardan ham ishlasak bo'ladi, belgilab turib, yoki buni osonroq usuli bor. Hop, mana bu CLD to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga mediani tushunamiz. LO mediani tushirsak, bu mana bu medianani yarmiga teng bo'ladi va uzunligi 1 bo'ladi. Hop, demak mana bu LO, OC, OD chiziq kesmalarimiz 1 bo'lib qoldi uzunligi. Endi OLC burchakni alfa deb belgilasak, mana bu burchagimiz DOL burchagimiz tashqi burchak 2 alfaga teng bo'ladi. Endi AB bilan BC teng bo'lgani uchun A va C burchaklarimiz teng bo'lishi kerak, ya'ni teng yonli. Mana bu ham 2 alfa. Endi AOL uchburchagimiz teng yonli bo'lib qoldi. Bu degani burchaklar teng bo'lib qoldi. Demak, AL ga AO teng ekan. Demak, AL barobar LO ga bu ham 1 chiqishi kerak. Xo'p, demak 24-misol. Xo'p, A, B, C sonlari mana bu to'plam bilan almashtirildi va ikkalasi bir xil bo'lib qoldi. Ya'ni A ni 4-si minus 2B ni kvadrati, B ni 4-si minus 2C ni kvadrati, hop, C ni 4-si minus 2A ni kvadrati. Hop, ikkita to'plam bir xil bo'lgandan keyin ularning yig'indisi ham bir xil bo'ladi. Demak, A plus B plus C teng hop, A ni 4-si minus 2B ni kvadrati plus B ni 4-si minus 2C ni kvadrati plus C ni 4-si minus 2A ni kvadrati teng minus 3 bo'lishi kerak. Hop, endi mana bu tenglikdan, ikkinchi tenglikdan minus 3 ni chap tomonga olib o'tamiz va quyidagicha guruhlab chiqamiz. A ni 4-si minus 2A ni kvadrati plus 1 plus B ni 4-si minus 2B ni kvadrati plus 1 plus C ni 4-si minus 2C ni kvadrati plus 1. Hop, barobar 0 ekan. Hop, endi buni har biri to'la kvadratga ajralyapti. Mana bu qavslar. Hop, A kvadrat minus 1 ni kvadrati plus B kvadrat minus 1 ni kvadrati plus hop, C kvadrat minus 1 ni qavs kvadrati teng 0. Hop, endi bu musbat sonlar yig'indisi, nomanfiy sonlar yig'indisi 0 bo'lishi uchun ularning har biri 0 bo'lishi kerak. Bu degan A kvadratimiz teng 1 bo'lishi kerak yoki A teng hop plus minus 1, B teng plus minus 1, C teng plus minus 1. Hop, endi bizda A plus B plus C teng minus 3 deyapti. Bu degani har biri minus 1 bo'lishga majbur bo'lyapti. A teng, B teng, C teng minus 1 bo'lishga majbur. Boshqa variant yo'q. Hop, demak ularning ko'paytmasi demak minus 1 chiqadi. Hop, 25-misol. N kub plus 100 taqsim n plus 10. Hop, n kub plus buni bo'lishimiz kerak. Bo'lish oson usuli ustun shakli bo'lsak ham bo'ladi yoki mana bu 100 ni 1000 minus 900 deb olamiz. Taqsim n plus 10.
Hop, endi xadma-xad bo'ladigan bo'lsak, mana bu n plus 1000 deganimiz n ni kubi plus 10 ni kubi bo'lyapti. Uni formulaga qo'ysak, birinchi qavisi n plus 10 bilan qisqarib ketadi. Hop, demak bu yerdan n kvadrat minus 10n plus 100 qoladi. Hop, minus 900 taqsim n plus 10. Hop, endi bu ifoda natural bo'lishi uchun mana bu 900 soni n plus 10 ga bo'linishi kerak. Buning uchun n eng katta qiymati bu 890 bo'ladi. Hop, 26-misolga o'tamiz. Bizda mana bu jadval berilgan. A dan demak B gacha borishimiz kerak. Hop, eng qisqa yo'llar soni eng qisqa bo'lishi uchun yo'limiz yoki o'ngga yoki tepaga yurishimiz kerak. Hop, demak biz A dan B gacha borishimiz uchun jami, hop, demak bu yoq o'ng tomonga 3 marta yurishimiz kerak va tepaga 5 marta yurishimiz kerak. Bu qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, mana masalan bu yerda bo'lishi mumkin yoki bu yerda bo'lsa bu yoqdan. Ya'ni bizda 8 ta yo'limiz bor. Ya'ni 8 ta Hop, bizda demak 8 ta variant bor. Ya'ni buni har biriga 8 marta tanlash usuli bor. Har biri uchun yoki tepaga yoki o'ngga yurishimizni tanlashimiz kerak. Hop, endi birorta biz 3 marta demak yoki o'ngga yoki tepaga bo'ladi. Hop, o'ngga 3 marta, tepaga 5 marta. Mana shu 8 ta joydan 5 tasiga biz tepaga yurishni tanlaymiz, qolganlariga o'ngga yurishni tanlaymiz. Yoki biror 3 tasiga o'ngga yurishni tanlasak, qolganlariga avtomatik ravishda tepaga bo'lishi kerak. Hop, endi bizga hop, masalan mana bu ikkalasiga o'ngga tanlasak, ixtiyoriy ravishda qolganlariga hop, demak tepaga bo'lishga to'g'ri keladi. Hop, bu degani ya'ni biz 3 ta mana bu uchalasini tanlasak, joylashuvini, demak 8 ta joydan 3 tasini tanlasak, ya'ni 3 tasini qaysi 3 tasini o'ngga yurishimizni tanlasak, qolganlari avtomatik ravishda tanlanadi. Va mana shu 8 ta joydan 3 tasini tanlashlar soni bizda umumiy o'sha eng qisqa yo'llar sonini beradi. Xo'p, demak bizda 8 ta joydan 3 tasini tanlashimiz kerak. Bularni o'rnini almashtirishi hisobga olmaymiz. Masalan, bu ikkalasini, chunki 8 ta joydan 3 tasini tanlaganimizdan keyin xo'p, birinchi tepaga yurish, o'ngga yurishimiz bo'ladi, keyingisi undan keyingi. Va bularni biz o'rnini almashtira olmaymiz. Masalan, bir marta hop, mana bu yerda o'ngga yurgan bo'lsak, bu yerda undan tepada o'ngga yurishimiz kerak, ya'ni undan pastga o'ngda yura olmaymiz. Ya'ni bu ikkinchi o'ngga yurishimizni birinchi tanlay olmaymiz. Bu keyingisi bo'lishi kerak. Ya'ni hammasi ketma-ketlikda bo'lishi kerak. Xo'p, shuning uchun o'rni almashtirishni hisobga olmaymiz. Shunchaki 8 ta o'rindan 3 tasini tanlasak yetarli. Hop, demak S 8 3 bo'ladi. 8 ta joydan 3 tasini tanlashlar soni. Hop, buni hisoblaydigan bo'lsak, 8 faktorial taqsim 5 faktorial ko'paytirilgan 3 faktorial teng. Hop, bu qisqaradi. 6 kere 7 kere 8 taqsim 6. 6 bilan 6 qisqaradi. Demak 56 chiqar ekan javobi. Hop, keyingi misolimiz 27-misolimiz. Hop, 27-misolni mana shu chizmani o'zida ishlaymiz. Hop, A ga 15 ekan. Hop, A si 12. DL bilan LC parallel. DL bilan LC teng, YD ga AC parallel. Hop, YD bilan AC parallel bo'lgandan keyin mana bu AYDC trapeziya bo'lib qolyapti. Va mana bu yerdan o'rta chiziq o'tkazsak, ya'ni F deb belgilaymiz. Mana bu FL'imizni YD ga parallel qilib olamiz. Bu degani AL ga ham parallel bo'ladi va mana bu DL L nuqta D sini o'rtasi bo'lgani uchun bu tomondan ham bu YF bilan FA teng bo'ladi. Hop, demak YF teng FA teng 15 taqsim 2 bo'lyapti. Hop, mana bu BAL LAC burchaklarini alfa deb belgilasak, FL bilan AC parallel bo'lgani uchun mana bu burchak ham alfalik kelib chiqadi.
Bu yerda demak FL'imiz AF ga tenglik kelib chiqadi. Hop, demak 27-misolda AF'imiz AN yarim edi. AF teng, demak bu FL bo'lishi kerak. Bu ham 15 taqsim 2. Endi FL'imiz o'rta chiziqni trapetsiyani o'rta chizig'i bo'lgani uchun FL barobar AC plus, ya'ni asoslarni qo'shib 2 ga bo'lishimiz kerak. AC plus 7 taqsim 2. Hop, AC 12 edi. 7 ni x deb olsak taqsim 2, bu ham 15 taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. Hop, ikkilar qisqarib ketadi. Demak x barobar 3 chiqishi kerak ekan. Hop, demak 7 teng 3. Hop, 28-misolga o'tamiz. n plus 4 va n minus 85 sonlari natural son kvadrat bo'lishi uchun hop n plus 4 ni a kvadrat deb olamiz. n minus 85 ni b kvadrat deb olamiz. Ikkalasini ayirib yuborsak, demak 89 barobar a kvadrat minus b kvadrat, bu ham barobar a minus b kare a plus b. Hop, 89 tub son bo'lgani uchun hop, demak mana bu ko'paytmalardan bittasi 89 ga, ikkinchisi 1 ga teng bo'lishi kerak. Demak a minus b imiz 1 ga teng, a plus b imiz 89 ga teng. Demak a plus b teng 89, a minus b teng 1. Hop, ikkalasini qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak a teng 25 chiqadi, 45 chiqadi. 92 ga bo'lamiz. Hop, endi n ni topishimiz uchun n barobar a kvadrat minus 4 edi. Demak a ni kvadrat 2025 dan 4 dan ayiramiz, bu ham 2021 chiqadi. Hop, 29-misolni yechamiz. Yozuvda faqat 0 va 1 raqamlar tashkil topgan, ya'ni 225 ga qoldik. Siz buni eng kichik natural sonini toping deyapti. Hop, 225 deganimiz bu 15 ni kvadrati. Hop, bu esa 3 ni kvadrati kare 5 ni kvadrati. Bu esa 9 kare 25. Hop, faqat 0 va 1 raqamlarni tashkil topish uchun demak 25 ga bo'linishi kerak bu sonimiz va oxirgi raqami, hop, sonni o'zi 25 ga bo'linishi uchun oxirgi raqam 00 yoki 25 yoki 50 yoki 75 bo'lishi mumkin. Bizda faqat 0 va 1 raqamlardan tashkil topgan bo'lishi uchun mana bu variantlar bizga to'g'ri kelmaydi. Faqat demak oxiri 00 bilan tugaydi va 9 ga bo'linishi uchun bu son raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Demak biz bunday eng kichkina natural son topishimiz uchun 9 ta 1 ishlatishimiz kerak. Xo'p, demak 9 ta 1 yozamiz bu yoqqa. Xo'p, 1 2 3. Demak mana shu sonimiz eng kichik natural son 0 va 1 lardan tashkil topgan va 225 ga bo'linadi. Xo'p, endi 30-misolda ishlaymiz. Bu sal murakkabroq misol. Shuning uchun buni osonroq usuli, buni koordinatalar sistemasiga qo'yib ishlashimiz kerak. Xo'p, mana bu chizmani o'zida ishlaymiz. Xo'p, A D 2 yildiz ostida 6 ekan mana bu. Xo'p, C ga 2 yildiz ostida 3. Xo'p, A G bilan G S teng, D F bilan F Y teng. Xo'p, F G ni so'rayapti bizdan. Xo'p, buni mana bu B nuqtani koordinatalar boshi deb olamiz, ya'ni 0 0 nuqta deymiz. Va mana bu BS kesmani, BS to'g'ri chiziqni X o'qi deb olamiz, BA to'g'ri chiziqni Y o'qi deb olamiz. Xo'p, u holda xo'p, mana bu D nuqtani koordinatasi qandaydir D nuqtani, xo'p, buni X 0 bo'ladi, Y ni qanaqadir, xo'p, D deylik koordinatasini. Xo'p, Y nuqtani koordinatasi, xo'p, demak D nuqtani koordinatasi bizda 0 D bo'ldi. Y nuqtani koordinatasi, xo'p, qanaqadir X ni Y 0 bo'ladi, X ni qanaqadir C deb olaylik, C 0. Demak C 0 deb olsak, xo'p, bu yerdan kelib chiqadi. A nuqtani koordinatasini topamiz. A nuqtani koordinatasi mana buniki ham X 0 bo'ladi. Y mana bu D ga 2 yildiz ostida 6 ni qo'shishimiz kerak. D plus 2 yildiz ostida 6. Xo'p, endi C nuqtani koordinatasi, Y nuqtaniki X C edi. Buniki 2 yildiz ostida 3 qo'shamiz. Demak 2 yildiz ostida 3 plus C bo'ladi, Y 0 bo'ladi. Xo'p, endi F nuqtani koordinatasini topishimiz uchun
f nuqta d kesmani o'rtasi bo'lgani uchun d va e nuqtalarini koordinatalarini qo'shib 2 ga bo'lishimiz kerak. Xo'p, bu degani s taqsim 2 va d taqsim 2 bo'ladi. F nuqtani koordinatasi. Endi g nuqtani koordinatasini topishimiz uchun a va s nuqtalarining koordinatalarini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Ya'ni mana bu va mana buni qo'shib 2 ga bo'lishimiz kerak. Xo'p, mana bu va mana buni. Xo'p, demak x 2 ildiz ostida 3 plus s taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, y d plus 2 ildiz ostida 6 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, demak f nuqtani koordinatasi bor, bizda g nuqtaniki bor. Endi mana bu fg vektorni koordinatasini topamiz. Fg vektorni koordinatasini topishimiz uchun g nuqtani koordinatasidan f nuqtaning koordinatasini ayirishimiz kerak. Xo'p, demak 2 ildiz ostida 3 plus s taqsim 2 dan s taqsim 2 ni ayirsak, demak bizda ildiz ostida 3 qoladi. Va y-lardan ayiradigan bo'lsak, d plus 2 ildiz ostida 6 taqsim 2 dan d taqsim 2 ni ayirsak, bizda ildiz ostida 6 chiqadi. Demak, fg vektorini koordinatalarini topdik. Endi bizdan so'ralgan buni modulini topishimiz kerak, x. Demak, fg vektorini modulini topadigan bo'lsak, bu ildiz ostida 3 kvadrati 3 plus 6 teng bu 3 bo'lyapti. Demak, javobimiz 3 ekan.